Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hamyurtlar, taqvim haqida qiziqqan muxlislar. Taqvim zamon lahzalarini jamlab, tarix sahifalariga voqealar, hodisalardan isloh etib bo'lmas, haqqoniy zamon va makon ko'ksiga nisor etilgan adolatli tuhfa hisoblanadi. Insoniyat paydo bo'libdiki, uning avvalini tayinlagan va oxirini ham belgilagan va tasdiqlagan zot Alloh taolo Robbil Izzatga cheksiz hamd va sanolar deymiz. Shuningdek, oxir zamon payg'ambari Rasul Akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga sanoqsiz adadsiz durudi, olqishlar va salomlar deymiz. Albatta biz yashayotgan Allohning tabiatida turfa jonzotlar, hayvonlar, o'rmonlar, dashtlar, tog' toshlar, parrandalar, maxluqotlarning tojdori odamlar o'zining aqli, idroki, bilimi, tajribasi, iqtidori bilan necha ming yillardan buyon bizning ona zaminimizning har bir soniyasi, lahzasi, daqiqasi, soati, kuni tuni, haftasi, oylari, yillari, asrlari kechayotganligini, ya'ni har bir inson mazkurlar bilan umri o'tayotganligini, ya'ni tug'ilgan yil, oyi sanasini, yoshi nechaga borayotganligini tushunganday bo'ladi. Ammo har bir jamiyatda qadimda qoloq, ya'ni hozirgi darajada fan texnika yutuqlari o'sha davrda bo'lmagan bo'lsa-da, yer sharining ko'p joylarida o'tayotgan zamon vaqtini, mavjud makon, jamiyatga tatbiq etish usulini, vositasini qisqacha aytganda siz bilan biz, umuman dunyo ahli kalendar ushbu so'z Yevropadan bizga 20-asrda kirib kelgan deb bizga ta'kidlab kelishgan. Musulmon mamlakatlarda muomalada bo'lgan kalendar haqida ma'lumotlar, fikr mulohazalar yuritamiz. Har qanday ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy taraqqiyotda jamoatchilik hayot tarzida bo'layotgan voqealar, hodisalar jarayonini boshlanish va yakun topishida ma'lum bir oraliqni, vaqtni o'tganini hisobini olishga to'g'ri keladi. Bu holatni bilvosita va bevosita e'tirof etamiz. Dunyo o'zining ijodkor, yaratuvchisi tomonidan Alloh taolo Robbil Izzatning 99 muborak ismlarida avval va oxir deb atalmish sifatlari bor. Ya'ni Alloh taolo koinotni bo'l dedi, u bo'ldi. Ya'ni yaratildi. Ana shu lahzadagi u yaratgan cheksiz, qamrovsiz koinot umrining avvali boshlangan. Dunyoning buyuk allomai olimlari haligacha jahonning, koinotning avvali qachon boshlanganligini aniqlasha olishgancha yo'q. Lekin taxminan 3 million, 5 million yil, balki 100 million yil deyishadi ham. Hozir ham milodning 2025-yilida, keyingi yillarda ham koinot ibtidosi avvali davom etmoqda deyishadi. Lekin insoniyat rivojlanishi davrida Alloh taolo Robbil Izzat tavhid loyidan Odam alayhisalomni, bizning tanamiz, ko'rinishimiz, ichki tana a'zolarimiz aynan Odam Safiyulloh alayhisalom hazratlari vujudlariga Alloh o'zining ilohiy nafasini suf deb urganida o'zi yasagan, shakl bergan narsaga jon, ruh ato etadi. Ana shu ilohiy nafas bilan insoniyat avvalidan Odam ato va momo Havo nasllari tug'ilishadi va ma'lum muddat bu dunyoda yashashib, har xil muhit, vaziyat, sharoit ilohiy nafasni
ajal, o'lim tufayli har bir insonni tark etadi, ya'ni vafot etadi. Odam alayhissalom nasli uchun umrning avvali va oxiri mazkur tarzda yakunlanadi. Inson yashagan jarayoni umr deyiladi va hayoti davomida kechgan lahzalarda aks etgan ma'lum zamoni va makoni taqdir deyiladi, ya'ni kun, oy, hafta, yil hisobida. Ammo avvaliyu oxiri hech bir kimsaga ma'lum bo'lmagan, avvalida boshlanib hozirgacha davom etayotgan lahzalarni, soniyalarni, sekundlarni, daqiqalarni, soatlarni, kunlarni, haftalarni, oylarni, yillarni, asrlarni hisoblashni Alloh taolo uchun yaratgan Odam alayhisalomning naslining ixtiyoriga qo'ydi. Ya'ni, ey odam nasli, men senga ilm ol deb aql, idrok, til va tadbirlar etasan deb ixtiyoringga berdim. Sen mening yaratgan mo'jizamsan. Men senga bergan o'zingdagi mo'jizani sen o'zingda mening inoyatim ila kashf etasan. Sen egallagan ilmingga amal qilgan holda aqlingni ishga solib, hayoting davomida paydo bo'lgan muammolarning yechimini kashf etsang, sendan keyin kelayotgan avlodlaring sening haqqingga duolar etishadi va ular ham sen kashf etolmagan muammolarning yechimini ta'minlanishiga erishadilar. Bunday holat odam naslining kashfiyotlari mening izmimda bo'ladi xolos va mening rizoligim bilan bo'ladi. Koinot tabiatga, insoniyatga tuhfalari qiyomatgacha bardavom bo'lg'ay. Vallohu alam bisavob. Jahon xalqlarining o'z e'tiqodi olamni yaratilishi va tabiat va jamiyatda bo'ladigan voqealar haqida tartib bilan qaysi kunda, vaqtda sodir bo'lganligini jamoaning boshliqlariga tavsiflash uchun bir-biriga o'xshash 12 oylik davomiyligi ma'lum bo'lgan taqvimlar, kalendarlardan foydalanilgan. Biz diqqat qaratayotgan mavzuda ta'rifi va oz bo'lsa-da sharhlari bayon etilajak kalendarlar haqida bo'ladi. E'tiborlisi shundaki, 1447-hijriy qamariy yilning 1-Muharram oyi 2025-yilning 27-28-iyunida boshlanadi. O'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Nega 1447-hijriy qamariy yili 1-Muharram oyi ushbu nom bilan ataluvchi oyning 1-sanasidan hijriy qamariy yili yangilanadi? Shuningdek, jahon sivilizatsiyasining markazlari bo'lgan Yaqin Sharq, Janubiy G'arbiy Osiyo, Shimoliy Afrika, Janubiy Yevropa, Kichik Osiyo, Eron, Markaziy Osiyo hududlarida vaholanki moziyda kalendarlar mazkur mintaqalarda tijorat, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarda dolzarb bo'lgan. Qadimda hali texnikaviy taraqqiyot haqida noma'lum bo'lsa-da, ammo Buyuk Ipak yo'li nomi bilan mashhur Sharqni G'arb bilan bog'lab turgan karvon yo'llarining minglab tarmoqlari uzluksiz tinmay faoliyat olib borgan. Janubiy Osiyoda, qadimgi hindlarda o'zlarining diniy aqidalari mazmunidan kelib chiqib, samoviy sayyoralarni Quyosh va Yer kurrasiga nisbatan joylashish holatlarini Chakra Juk yilnomasidan foydalanishgan. Sog'diyona, qadimgi Bog'tar, Xuroson, Marg'iyona ona yurtimiz hududini o'sha davrda o'z tarkibiga olgan saltanatlarda ham Chakra Juk
muomalada bo'lgan. Qadimgi Eron, Parfiya, Yaqin va O'rta Sharq, Vizantiya, Rum, Bobil, Vavilon, Arabiston yarim oroli, Markaziy Afrika hududlarida ham Eronlik podshohlar saltanati Selevklarning yilnomasi arab qabilalarining yagona taqvimi va Rum Yunonlarning qadimgi hozirgi paytda hammani rom etgan folnomaga aylangan nomlari bilan mashhur bo'lgan. Yulduz burchlari bilan ataluvchi yilnomalari muomalada bo'lgan. Saudiya Arabistonining hududida islom dinimiz zuhur etguniga qadar, ya'ni Eronlik Selevklar saltanatiga qadar ham 300 dan ziyod qabilalarning yagona hozirgacha muomalada bo'lib kelayotgan qadimgi arablarning o'zlari atashgan oy nomlari bilan atalib kelinmoqda. Qadimda ham muqaddas haj ziyorati amallari faqat arablarning o'zida bajarilgan. Ammo Ka'baning ichi har bir qabilaga mansub ma'budalar, sanamlar bilan jihozlangan. Aynan muqaddas haj ziyorati qadimgi arab yili Zulhijja oyining 12-oyining 10, 11, 12 sanalarida islomgacha mushrikona tarzda ado etilgan. Ammo janob Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallam 628-yili milodning 7-yil hijriy qamariyda e'tibor qiling, Makka-i Muazzamani mushriklardan, Ka'bani esa 300 dan ortiq arab qabilalarining ma'buda va sanamlarini ichkaridan uloqtirib sindirib, Ka'bani barchasidan tozalaydilar. Ya'ni o'z ona shaharlarini fath etadilar. Milodning 629-30, hijriyning 8-9 qamariy yili janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aynan muqaddas haj ziyoratlarini islom dinimiz va Qur'onil Karim mazmunidan kelib chiqib, sobiq haj amallarini botil bo'lganligini va o'zlarining haj amallarini barchalarini qonun qoida tarzida shaxsan ko'rsatib, hajjil vadaa vidolashuv hajlarida qiyomatga qadar rioya etilishini musulmonlarga sunnat tarzida meros qoldirdilar. Vallohu alam bisavob. Musulmonlar erasi asrining 1-yili boshlanishini 2-xalifa Umar Farruq ibn Xattob 621-yili milodiyning, ya'ni 14-15 iyunidan hijrat deb e'lon qilingan. Ya'ni janob Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan 632-yildan keyin 642-yiliga to'g'ri keladi. Ko'pchilik bir holatga qiziqadilar. Aslida janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam vafotlariga qadar yilnoma qanday tarzda bo'lgan? Albatta, yilnomalar yuqorida ta'rifi zikr etilgan taqvimlar muomalada bo'lgan. Shubhasiz, qadimgi arab taqvimida ataluvchi oylar nomi qo'llanilgan, ammo Eron taqvimi asosida bo'lishi mumkin. Ya'ni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan yillari Eron taqvimining fil yilida, ammo arablarning atamasi bo'lgan Rabbil avval oyining 12-sida deyiladi. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam 569-yili milodning 22-aprelida tug'ilganlar. Makkadan Madinaga hijrat etishlari 621-yili milodiyda 52 yoshda bo'lganlar. Ol Hazrat sallallohu alayhi va sallam kelgusida islom dunyosida qanaqa taqvim muomalada bo'lishini albatta aytib qoldirmaganlar. Vallohu alam bisavob. Muxlislarda albatta jozibali savol
paydo bo'lishi turgan gap. Xo'sh, nomlari aytib o'tilgan qadimiy xalqlarning taqvimlari alohida bo'lib qolganmi yoki unutilib bekor etilganmi? Tarixiy jarayonlar, saltanatlar, mafkuralar, e'tiqodlar, siyosiy ijtimoiy taraqqiyotlar asrlar osha sodir bo'layotgan ekan, lekin taqvimlar to'laligicha yoki qisman yana ayrim holatlarda o'zgartirishlar kiritilishiga ham qanoat hosil qilinishgan. Qadimgi arablarning taqvimi tartib va shakl jihatidan hech qanday isloh va tuzatishlarga uchramagan. Oy, sinodik hijriy qamariy taqvim boshlanishi aynan 621 milodiy 14-15 iyunidan boshlangan holda muomalada saqlanib kelmoqda. Qadimgi arablarning 12 oyli 1 yillik taqvimida Muharram 1-oy, Safar 2-oy, Robbil avval 3-oy, Robbil oxir 4-oy, Jumadul avval 5-oy, Jumadul oxir 6-oy, Rajab oyi 7, Sha'bon 8, Ramazoni sharif 9, Shavvol 10, Zulqa'da 11, Zulhijja 12 oylar hisoblanadi. Bugunga qadar islom mamlakatlarida rasmiy taqvim deb qonuniy qabul qilingan bu taqvim mazkur nomlar bilan ataluvchi hijriy qamariy taqvimning umri 1446-yildan 1447-yilga qadam qo'ymoqda. Islom mamlakatlarining arab bo'lmagan, ya'ni ajamda hijriy qamariyni inkor etmaganlar oy nomlari mahalliy qadimiy muhitga xos, ya'ni samoviy yoritgichlarning nomlari bilan hijriy shamsiy taqvimi ning ibtidosi ham aynan milodning 621-yili 14-15 iyunidan e'tirof etilgan. Bu qiziqarli ma'ruzani diqqat bilan tinglayotgan o'z vataniga, uning buyuk allomai zamonlarning shijoatiga, aql zakovatiga, qiyomatgacha dunyoning 4 qutbida yashayotgan odamlar adovatdan xoli bo'lib, dini, e'tiqodi, ma'lumotlari bo'lganlarga tili, irqi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar hammaga barobar xizmat qilsin deb o'zlarining umrlarini 84 yilini xuddi shu taqvimlardan birinchi hijriy qamariy taqvimining oy nomlarini qadimiy arab qabilalarida muomalada bo'lganini va ikkinchi hijriy shamsiy yilini boshlanishini ajam mamlakatlari, Yaqin Sharq, qadimgi Eron, Movaroun Nahr, Xuroson, Janubiy Osiyo hududlaridagi, hatto Yevropada folnoma bo'lib kelayotgan qadimgi Yunon nomida yozilgan samoviy yoritgichlar nomi bilan ataluvchi, ya'ni 365 kundan iborat yil taqvimini ham bitta shaxs to qiyomatgacha xizmat etuvchi taqvimni ilohiy iqtidor, aql zakovat sohibi hanuzgacha Misrdagi Qohira Al-Asg'ar universitetida 1000 yildan buyon o'qitiladigan fanlarning 45-50% Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Bashir Al-Hakim at-Tirmiziy edilar. Al-Hakim at-Tirmiziy 30 yoshlarida muqaddas haj ziyoratiga borib, janob Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan va muborak oyoqlarini bosgan Hijoz dashtida bo'lib, chuqur mulohaza yuritadilar. Shubhasiz, o'sha davrda taqvim oylari hijriy qamariy hisobida aytilgan bo'lsa-da, lekin taqvim hali dastur sifatida shakllanmaganligini ko'radilar. Ammo qadimiy hindlarning sanskrit yilnomasidagi chakra juk taqvimidan xabardor bo'lganlar. Qadimgi Bog'tar, Xuroson, Movaroun Nahr o'sha paytlarda Samoniylar hokimligiga qaratiladi, lekin arab xalifatligining bir viloyati hisoblanadi. Bu hududga islom dini kelganiga 150 yil bo'lgan edi.
islom dini aqidalari arab bo'lmagan hududlarda og'riqsiz, e'tirozlarsiz, ko'pincha xoli tarzda odamlar mafkurasiga singa boradi. Ahyon-ahyonda arablardan norozi bo'lganlar ham isyonlari bo'lib turadi. Milodning 833-yili Abbosiy xalifalar Horun ar-Rashidning o'g'li Muttasim Bag'dodda xalifatlik poytaxtida Baytul Hikma ilm dargohini ta'sis etadi. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari hajdan 30 yoshlarida qaytganlarida 780-milodiy yil bo'ladi. Ya'ni milodning 830-yili 80 yoshlarida Baytul Hikmada 5 yil rahbarlik vazifasida xizmat qiladilar. Milodning 840-850-yillarida dunyoviy va diniy ilmlarni, fanlarni, risolalarni yozib, 84 yillik astronomik kuzatuvlarning xulosasi Navro'znoma va Solnoma bir necha sahifadan iborat ixchamgina ilmiy va diniy risolani Termiz hokimiga tuhfa etadilar. Shu risolaning qaymog'i bo'lmish hijriy qamariy va hijriy shamsiy taqvimlari tartibga solinadi. Xuddi shu taqvimlar Al-Hakim at-Termiziy tomonidan samoviy jismlarni kuzatib, qiyomatgacha insoniyatga dehqonchilikda, bog'bonchilikda, chorvada, ijtimoiy hayotda, hatto hukmdorlarga ham ibratli o'gitlari bilan asqotadigan dasturul bashar sifatida xizmat qila boshlaydi. Oradan 4 yil o'tgach, Saljuqiylar saltanatida xizmat etgan matematik astronom sizni bizga riboyalar orqali tanish Umar Xayyom ham saltanat hukmdoriga taqvim tuhfa etadi. Bu taqvim aynan Al-Hakim at-Termiziyning tuzgan hijriy shamsiy taqvimining o'ziday bo'lib, ammo oy nomlari Hazrat Al-Hakim at-Termiziy tomonidan atalgan oylar nomi samoviy yoritgichlarning o'rniga Avesto Zardushtiylarning muqaddas kitobi mazmunidan kelib chiqib, oylar nomi ataladi. Bu taqvim Eronda va uning atrofidagi hududlarda hozirgacha qo'llaniladi. Hijriy shamsiy taqvim hisobida yil Al-Hakim at-Termiziy va Umar Xayyom bahor faslining tuni kun tengligida 21-22 mart kunlariga boshlanishi belgilangan. Ammo hijriy qamariy yil taqvimini tartibga solgan Al-Hakim at-Termiziy uning ibtidosi doim arablarning qadimiy Muharram oyidan boshlanishini, har hijriy qamariy yili hijriy shamsiy yil uzunligidan 10 kun farq etishini ilmiy izohlab berganlar. Vallohu alam bisavob. Iftixor tuyg'usi qalbingizda ilm ma'lum bo'lishini tasavvur qiling. Sarvari olam sallallohu alayhi va sallamning ajdodlari hayotida qadimdan qo'llab kelingan hozirgi hijriy qamariy oy nomlari islom diniga e'tiqod etmaganlarning qadimgi taqvimi bo'lib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga oddiy ummat bo'lgan Hazrat Al-Hakim at-Termiziy ol Hazrat ajdodlariga ehtirom tuhfasi hisoblanadi bu taqvim. Islomiy hijratni ehtirom etgan arab bo'lmaganlarning hijriy shamsiy yili oylarining nomlari islomiy bo'lmasa-da hijriy qamariy hisobida islomiy hisoblab 1442-yilgacha hijriy shamsiy hisobida Afg'onistonda 2021-yili shu yilni islomiy yil emas deb
e'tiroz bildirishdi. Janob Sarvari koinot sollallohu alayhi vasallam aytganlar, islomgacha bo'lgan jamoalarda mehr, muhabbat, insoniylik fazilatlari hech qachon hech kimga zarar yetkazmagan. Aksincha, tafriqalardan ehtiyot bo'lingizlar deb marhamat qilganlar. Vallohu alam bisavob. Xulosa qilib aytganda, islom tarixida bo'lib o'tgan barcha tarixiy voqealar, saltanatlarning ahilligi Qur'onil Karimning Ol Imron surasi 19-oyat karima. Astag'firullah. Inna dina indallohil islom. Sadaqallohul azim. Alloh huzurida mo'tabar dinlardan islom dinidir. Barcha podshohlar, sultonlar, amirlar mazkur oyat mazmunidan xulosa chiqarib hukmron bo'lgan. Albatta, islom dinining yagona tinchlik dini ekanligini 2-3 asrdan buyon unga qarama qarshi bo'lgan oqimlar hozir Hanafiy, Maliki, Shofiy, Hanbali mazhablariga g'oyaviy xurujlar ayniqsa 2000-yildan e'tiboran avj olib bormoqda. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari tomonidan tuzilgan hijriy qamariy taqvimidagi qadimiy arab xalqlariga xossatan Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam hazratlarining ajdodlari foydalangan taqvim oylariga ehtirom ramzi bo'lgan. Hijriy shamsiy taqvimi esa mahalliy muhitda qadimgi Chakrajuk bilan Boxtar Sug'diyona, Xuroson, Movarounnahr xalqlarining hayotlarida Navro'z bahorgi kunu tun tengligida kirib kelayotgan yangi yilni, ya'ni Navro'z olamni islomiy hijriy shamsiy yil deb atalishi ham To'ron e'tiqodlar, urf-odatlar, tillarga nisbatan turli e'tiqodlar, urf-odatlarga, tillarga nisbatan bag'ri kenglikning odamlarning ijtimoiy holatlaridan, ya'ni arab-ajam xalqlarining oilaviy munosabatlarini faqat shar'iy va mahalliy an'analar asosida rang-barangligini qiyomatgacha bardavom bo'lishligiga har bir hukmdor, dehqon, sultonga vojib ekanligini ikkala taqvim o'z nomi, mazmuni va mohiyatidan insoniyatga dasturul bashar bo'lishiga aqliy ishoralar mavjud. Yaqin 100-200 yil ilgari tarix sahifalariga boqsak, hozir bizlarning hayotimizning muhitini o'rab turgan, yuz berayotgan voqealarni 1925-yilgacha Buyuk Turkiston o'lkasini 5 ta milliy ittifoqdosh sotsialistik respublikalar, O'zbekiston Respublika, Sovet Sotsialistik Respublikasi 1991-yilgacha, Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi bu ham 91-yilgacha, Qirg'iziston Sovet Sotsialistik Respublikasi, Tojikiston va Turkmaniston respublikalari, ushbu milliy o'lkalar 1936-yilgacha milliy avtonom respublikalar deb e'lon qilinganligi hammaga ma'lum. Ana shu hududda yashagan xalqlar, elatlar 1925-yilgacha yilnomalari ham hijriy qamariy va ham hijriy shamsiy hisobida muomalada kuni tungi hayotlarida qo'llanilgan. Arablar, Tohiriylar, Marmakiylar, Somoniylar, G'aznaviylar, Qoraxoniylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Mo'g'ullar istilosi 150 yil davom etgan bo'lsa-da, undan keyin Sobqiron Amir Temur sulolasi 1370-1506-yillargacha, Shayboniylar, Buyuk Mo'g'ul sulolasi, ya'ni Boburiylar 1510-1878 yillargacha, Xiva xonligi, Ashtarxoniylar xonligi, Buxoro amirligi, Qo'qon xonliklarida qo'llangan taqvimlar, nadomatlar bo'lsinki, mahalliy
rahbarlarining sustkashligi tufayli nasroniylar taqvimi, ya'ni payg'ambar Iso ibn Maryam alayhissalom tug'ilgan yil tarix milodning ibtidosidan Yevropa xalqlariga xizmat etib kelgan taqvim bizlardagi ikkala qamariy va shamsiy taqvimlarni bekor etilishiga olib keldi. Tarixiy voqealar xoh hijriy qamariy, xoh hijriy shamsiy, xoh milodiy hisobda qayd qilinishidan qat'iy nazar bu holat insoniyatning umumiy tarixiy xazinasidan joy olishi aniq. Asrlar osha bashariyat o'zining nomi, irqi, idroki bilan o'zini kashf etganining isboti emasmi bu? Shoh asari Shohnoma bilan mashhur bo'lgan Xuroson zaminida Somoniylar davrida tug'ilgan Mahmud G'aznaviy saltanatida ijod etib vafot etgan Abul Qosim Firdavsiy o'zining mazkur asarida qadimgi Eron, Turon xalqlari 4000 yildan buyon Navro'z olamni o'zlarining yangi yillari deb hisoblashganlarini, o'ta qadimgi qadriyatlarga ehtiromini izhor etgan holda kuylagan. Ammo Abul Qosim Firdavsiygacha 4000 yildan ham ziyod vaqtlarda Navro'z kuni tunning tengligi 1-hamal hozirgi joriy kalendarda 21-22 mart Abul Qosim Firdavsiy hazratlarining vafotlaridan 1100 yil o'tgach aynan Navro'zga o'zimizning hududda qatag'on e'lon qilindi. Bu holatga 1989-yil 21-martda holat bekor qilindi va Navro'z o'zimizga qaytdi. Abul Qosim Firdavsiy o'zining shoh asari Shohnomada qadimgi islomgacha bo'lgan xalqlarning eng tojdori Navro'zning bir yillik ataluvchi yulduz burchlari bilan hijriy shamsiy taqvimini yuksak ilohiy mahorat va zukkorlik bilan daraja, soat, daqiqa, soniyalarini muhaqqiq, ya'ni oy burchlarining harakat etish chiziqlarini aniq joy-joyiga qo'yilishini ta'minlagan 84 yillik osmon jismlarini diqqat e'tibor bilan kuzatgan Al-Hakim At-Termiziy hazratlarining mo'jazgina Navro'znoma va Solnoma ilmiy risolalariga tartib bergan ikkala islomiy hijriy taqvimlardan Abul Qosim Firdavsiy ilhomlangani albatta shubhasiz. Al-Hakim At-Termiziy tomonidan 110 yoshlarida hijriy shamsiy taqvimdagi oy nomlari: 1-oy Hamal, 2-si Savr, 3-si Javzo, 4-si Saraton, 5-si Asad, 6-si Sumbula, 7-si Mezon, 8-si Aqrab, 9-chi Qavs, 10-oy Jaddi, 11-oy Dalv, 12-oy Hud. Bu oylarning har biri bizning milodiy taqvim hisobida oyning 21-sanasidan u kelgusi oyning 20-sanasigacha davom etadi. Bu nomlar hozirgacha kunduzda Yevropada goroskop bo'lib xizmat qilayotgan o'sha folnoma, tolenoma bo'lib xizmat qilayotgan jadval bor. Yulduzlar burji Oven, Telec, Blizniцы, Rak, Lev, Devy, Vesi, Skorpion, Strelets, Kozirog, Vodoley, Riba. Yoki bo'lmasa mana o'zbek gazetalarida chiqayotgan qo'y, buzoq, egizaklar, saraton, sher, bokira, tarozi, chayon, kamon, echki shoxi, qovg'a, baliq degan mana shu folnomani ayniqsa shu yulduz burchlarining nomlaridir. Bugunga qadar Yevropa, Rossiya, qolaversa o'zimizda va jahonda goroskop, folnoma, tolenoma sifatida qo'llanib kelayotgan ushbu yuqorida 12
osmon yoritgichlari astrologik munajjimlikda ataladigan, aslida qadimgi Yunonda, ya'ni 1000-3000 yil ilgari samoviy yulduz burchlarining atalishi bizgacha yetib kelganmi yoki Firdavsiy hazratlarining shohnomasida aynan ana shu yulduz burchlarining nomlari qadimgi Eron Turon mintaqasida 4-5 ming yil ilgari ham bo'lganligi shubhasiz haqida deb o'ylaymiz albatta. Balki sharq va g'arb karvonlari orqali mazkur yulduz burjlarining atalishi umumjahon vaqt mezoni o'lchovi bo'lganligi bois albatta Al-Hakim at-Termiziy hazratlari aynan hijriy shamsiy yil taqvimini islomiy eradan boshlab, ya'ni milodiy 621-14-15-iyundan e'tiborlan e'lon tartib berganlar. Hech ikkilanmay ayta olamiz, Yevropada uyg'onish, Renessans milodning 14-16 asrlarda zuhur etgan bo'lsa, Al-Hakim at-Termiziy tomonidan hijriy shamsiy yil oyining nomlari 4-5 ming yil ilgari qadimiy ajdodlar Eron Turon hududida yashaganlar hayotlarida qo'llangan. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari bizning hududlar bir necha asrdan keyin tariximiz, o'zligimizni chetdan kelgan bosqinchilar tomonidan nihoyatda tahqirlanishini qalban, ma'nan va ruhan sezib, ushbu ikkita hijriy taqvimlarni boshqa qator mashhur asarlari bilan Eron Turondan turib boshqa qit'alardagilarga "Ehey, bizga begonalar, sizlar endi yuqorida turib hayotingiz chirog'ini o'zimiz topdik demanglar. Bizlar sizlardan da balandroqdamiz. Eron Turon yerlarida kashf etgan bizlarning bobolarimizning sizlarning hayot tarzlaringizga endi singib borayotgan yangiliklar qadimgi Yevropa Yunon sivilizatsiyasidan ancha ilgari kashf etilgan yangiliklardir. Ana shu oy atamalari bilan botil folnomaga sig'inishlaringiz muqarrar. Vallohu alam bisavob. Folnomada yulduz burchlarining nomlari hech shubhasiz Al-Hakim at-Termiziy hazratlarining uzoq muddatli astronomik yulduzlar harakatini kuzatuvi davomida qo'lga kiritilgan, yozilgan Navro'znoma, Solnoma asarlari asosida hijriy shamsiy yil oylarining nomlari quyidagichadir: Hamal, Savr, Javzo, Saraton, Asad,